Xursam ola. Bolam, menikiniki. Mening kiyimim. Begim! Neymiş qilyapsizlar? Chiroyli xotin, jinim xotin bu. Nasib o'g'lim nima? Tez berib do'konni ochmay, uyni vayron qilayaptilar. Xotin, hozirla do'konga boray. Hozirla. Dada, men borman. Quruq uzum sataman, quruq uzum sataman, har xil quruq uzum. Bayxo'jam, bugun kechikib qoldilar-ku. Assalomu alaykum Selimboy, tallir salomat bo'l. Nima deydiganda bu? Nima tursa? Bayxo'jam, bugun ochiqlari bakli yomon-ku. Bayxo'jam, qarslar, ishgan qetiqlari qo'saqlaridan teshib chiqdimi, nima? Yo'qolish. Bugun hech nima sotmayman, yo'qolish. Dadam aytgan opamda tilishdi. Amaliyotda dadamni pek bechora opam xapusla uni tillaydi, endi qulog'idan tortdi. Nasrdin, sen hammadan aqlliq. Menga yordam qilib, Oliya meni bir kunmi bo'z tillamaydigan amal o'ylab bersang bo'lmamdi. Sizlarga yordam qilamayman. Berili bizni tillab. Baya xato qildim. Ras kechirim so'rayman. Agar Oliyani meni tillamaydigan qilib bersanglar, men sizlarni kavob bilan mehmon qilay. Nasrdin dadamga yordam qilg'ini. Nay. Bayxo'jam, sizlar berib, chiroyli gul uzib kelib, Oliya yengamga sovg'a qilsizlar. U cho'qim xushal bo'lib, sizlarni tillamaydi. Bo'ladimi? Cho'qim bo'ladi. Agar bo'lmay qolsa, sen menga bir oy ishlab bersan. Yana boshladi. Gulbek xushbara ekan. Xotinim cho'qim yaxshi. Begim! Chiroyli xotin. Oy. Orqalarini nima yoshirib oldilar? İçti mi ne? Xotin, yaxshi kelding ammo qarqin. Begim, o'g'irlikchi gul elib, kimga bermoqchisizlar, ha? Sizlar? Xotin, senga bermoqchidim shu. Elim yaxshi, men ko'rib qoptiman. Bo'lmasa kimga bermoqchisizlar, ha? Sizlar deyman. Sizlar kimga bermoqchisizlar bu gulni? Men rostli senga bermoqchidim, xotin. Yana rostga qilmamdilar. Xotin, bo'ldurma, xotin, bo'ldi. Sizlarni to'xtayman. Voy, Bayxo'jam, nima o'yin o'ynayotdilar? Xotin, Nasrdin menga sen gul sovg'a qilgan. Yaxshi-ku Nasrdin. Ishqalar birlashib meni oldirmoqchi kelsa-da. To'xtash! Senlarning ayolini taniydigan bo'lsam, to'xta! Nasrdin, qara topgan amalimni. Endi sen menga bir oy ishlab bersan. Dada, endi sen uyga qaytishni o'ylama. Nasrdin, dadamga bir amal tepagina. Oliya yengamning gulni yaxshi ko'rmaydiganligini faqat o'ylamabdiman. O'ylab boqay. Topdim. Nima amal? Tezda. Amaldan birsi bor, ammo 3 tanga chiqarishlari lozim.
yana 3 tanga var. Bundan keyin Aliye yengem silini hergiz tillamaydi. Dada, sen apam meni tillamagan kun eng xushallanarlik kun demaganmi? 3 tanganing chidimig'idek nemisi bor deyman, dada. Nasriddin, agar bo'lmay qolsa, Bilaman Bayxo'jam, bilaman. Sizlarga 1 oy ishlab beraman. Qandaq? Qandaq? O'ylish bo'ldimi? Çataklık bu işini bana tapşırın. Hamma tariqlab bitdi. Mong'ayli. Mangayli. Begim, ana balışkınızın taşlap ketmesiler Begim. Begim, onda kısa olmaydı. Begim. Okur devim, tez Begim'nin kesilini görüp baksınca. Hatırcam bulun, men ba. Tevip, Begim'ge nim boptu. Baykocam davamlı bozak bulamdı. Ha? Bu... oğlum sözlememse. Apam uni davomli tillaydi. Yana quliqini sozdi. Teg'i tayoq bilan. Şunu muşundaq kende. Baykocamның işki derdi yürek tegipti. Kökrekti kan uyup gelip, yürek ağır eşik kep çıkıptı. Yok, Begim. Hemmisi menin hatalığım. Xotan, bunu senden gömeyim. Tevip, qandaq qısaq Begimni qutqazgılı bola. Onunla mı amal bak, yürekni yötkisaklı boludu. Yürekni yotkap? Lekin yurakni yutkigandan keyin Bayxo'jam untaq bo'lib qoladi-ku deyman. Undaqda boshqa amal yo'qmi? Ba, ama... Kuchim yetsini cho'qim yordam qilaman. Bu asan. Baykocam bunundan keyin açık juda misli bo'ldi. Ama işte onun rayığı bekiş gerek. Bo'lmasa tomur to'silib kelib, Baykocamni saqaytqili bo'lmaydi. Demak, bundan keyin Bayxo'jam ochiq yutyapmisan? Appa, bundan keyin dadamni tillama, ha? Aliye yenge, bundan keyin Bayxo'jamni tillamizlar, ha? O içtar Ölgürbay, bundan keyin sizni tillamayman. Hergiz tillamayman. Pek tatlıken, pek tatlıken, ha? Dada, bugün sen için en xushallanarlik kun, shundaqmi? Unimi deyish ketamda.